Oldingi darsimizda biz JavaScript'dagi shart jumlasiniki if jumlasini o'rganib o'tgan edik. If jumlasida sizlar mana ko'rgan grafikdagidek shart qanoatlansa nimani ijro qilish, qanoatlanmasa qanday qilish degan bu shaklda bo'ladi. Endi biz bu if jumlasiniki if deb ishlatish, andan keyin if else holatida ishlatish, andan keyin if else deb yana qatma-qat if deb uning vaqtida yana if beradigan shunday shakllarni tanishtirib o'tgan oldingi darsimizda. If jumlasida ko'p shartlarni bitirib qolgan vaqtda programmamiz bek murakkablashib ketadi. If else deb bunday shaklda beraversak qatma-qat o programma bek tushuniksiz bo'lib ketadi. Shartlarning birasidan chetaq chiqib qolsa xatolikni bayqashmi ta'sir qiladi. Shunga shu xil ahvoldan saqlanish uchun switch case degan xil shart jumlasi o'tirib chiqqan. Endi bu shart jumlasiniki shakli avval bu birinchi holat, ikkinchi holat, uchinchi holat deb bu odatdagi birinchi holat o'g'an nimani ijro qilish, ikkinchi holat o'g'an nimani ijro qilish, uchinchi holat o'g'an nimani ijro qilish degandek narsalar yoziladi. Andan keyin bu biz bekitmagan undaq odatlar bo'lib qolsa, qanday qilish kerakligi default degan bu ifoda orqali belgilandi. Uni belgilab bo'lgandan keyin andan bu switch case jumlasi oxirlashgan bo'ladi. Biz endi buningki formati switch deb ko'rganimizdek bu switch case'ning formati switch deb tirnoqning ichiga shart yoziladi. Andan keyin case deb bu birinchi xil ahvol. Andan keyin case deb ikkinchi xil ahvol, andan case deb uchinchi xil ahvol bunday yoziladi. Andan case'ning ichida ijro bo'lgan narsani yozib bo'lgandan keyin break deb bir quruq aytib qo'yamiz. Break deganni aytishimizning sababi bu shart qanoatlangandan keyin boshqa shartlarni surishtirib yurmay programmada case switch ramkasining ichidan chiqib ketish breakning roli shu. Unda bo'lgan chog'da boshqa shartlarni tekshirib vaqt sira yurmaydi programmamiz. Endi biz bu kitobdagi bir amaliy misol ko'rib boqaylik. Kitobda berilgan misolda bir o'zgaruvchi berilgan natija xotirlaydigan. Bu natija masalan buni dastlab qiymatni men A deb qo'yay. Endi bu natijaga asosan biz bahoni ekranga besib chiqaramiz. Endi baho deb bir o'zgaruvchi zalab qo'ydim. Endi switch case jumlasini boshlaylik. Switch deb bu natijaga asosan natijaning qiymatiga asosan biz bir taraf qilamiz. Natija hamda case deb A bo'lgan sharoitda A bo'lganda nima ish qilamiz? A bo'lganda baho deganga nihoyat yaxshi degan qiymatni yo'llaylik. Endi natija B bo'lsa bahoni yaxshi deydi. O'xshashli break deb oxirlashtirib o'tamiz. Ondan uchinchi xili case C bo'lsa baho yomon emas bo'lsa D bo'lsa baho o'tdan az bo'lsin. Endi E bo'lsa yoki Y bo'lsa hamda Y bo'lsa baho
Ötenmediniz bolsun. Hem de ahırda eğer oş ABCD E diyen 5 neslinden başka bir kıymetini alsa bu çağda baha netice eniksiz dep çıkıdan bolsun. Şimdi ma switch case cümlesinden keyin biz bu neticege asasen bahane hüküm kılıp bolduk. Şimdi bahane köstüpeseklen buludu. Köstüş için biz hash document get element by id dep şu HTML açtı izalap algan tekstke köstüpürmiz. Inner HTML tam baha desek. Yani bizim şeyde qaysı neticeni yazsak şu neticege mas bahalını köstüpürdü. Sınap bakaydı. A bolgan çağda nayt yaxşı. C bolgan çağda yaman emas. E bolgan çağda ötenmediniz. D bolgan çağda öttünüz. Eğer o ABCD E'den başka harflerden birini kirgizsek netice eniksiz de bana çıkıdan boldy. If cümlesinin orunda bundak köp kılavalatta kabul için switch case cümlesi kollanış hem kolay boludu hem switch case cümlesi kollansak programımızın kurulması enak düşünüşlü çıkıdı. Hem de biz yeni bir misal görüp bakaylı. Mao özgergüçlüğünü üçürüytey hem switch case'nin içindeki şartlarını üçürüytey hem de biz sandan birini kirgizse şu sanlanmaz aşnan uygurçısını besi çıkarıp bırdagan bir program kılıp bakaylı. San hem de sanınki text dedi teksti şu san asasen tekstni tekst hüküm kılaylı biz. Switch degende biz san asasen hüküm kılymız. Şu an neticesini san degen özgertip etdim. Hem de mesela case bir bolgan çağda text bir bolsun. Then break. Case 2 olsa text 2 degene bassın. Case 3 olsa text 3 olsun. Hazır bir iş güç dedik. Mesela 9'gacha şuna kirgizsek birinde 9 sanını tanıydigan boludu. Biz ma misalda faqat 3 sanını tanıydigan kılıp bakaylı. Andan default dep başka kıymet alsa tekst'te hiç narsa basmaydigan quruqlan qo'yli bola tiqib bo'lgandan keyin endi bu yerda inner HTML deganning qiymati text deb belgilasak bo'ladi. Endi qarab bakaylı. Son 1 bo'lgan chaqda 1 dedi. 2 bo'lganda 2 3 bo'lgan chaqda 3 deb besib chiqargan bo'ldi. Endi boshqa sonlarni izolamadik. Unda bo'lgandan keyin 4 desek 5 desek ish qilib shu nimadan müşahede switch case'dan işitilgan sandan başka bir sanına versek onda işin besip çıkarmaydı. Yani bu hem de ikinci misal. Yani switch case cümlesi doğruluk bu yan müşterilik toxtalaydı. Hem de bugünkü derste söylediğim ikinci bir mezmun devrilik. Devrilik naşidiki while devriliki. Hem devrilik diyen nime desanlar? Devrilik diyen biz programının içinde ma'lum bir ishni takror qildirmoqchi bo'lsak bundan devrilik cümlelerini işletimiz. Devrilik cümleleri
Dərslikdə biz şu şərtlik devrilik while devrilikini tanıştırıp öteyli. While devriliki formatı while'den keyin bir ifade yazıldı. Bu ifadenin kıymeti true bo'lgan chog'da, ya'ni rost bo'lgan chog'da bu while devriligining ichidagi buyruqlar ijro bo'ldi. Masalan, mana misol qarasak, countning qiymati, dastlabki qiymati 0 ga bu misolda. Ondan bu yerda devrilik boshlandi deb bu yerda bundan belirtgandan keyin devrilikni agar count 10 dan kichik bo'lsa, 10 dan kichik avvalda bu sonning o'zini navbatdagi son deb, navbatdagi sanoq deb sonni besib beradigan. Besib bo'lgandan keyin sanoqning qiymatiga 1 ni qo'shib beradigan. Bundaq bir misol ekan. Endi buning ijro bo'lish jarayoni qanday bo'ldi desanglar, dastlabda 0 bo'lgandan keyin bu while degan shartlik devrilikda 0 deganni 10 bilan solishtirdi. 0 10 dan kichik bo'lganligi uchun bu shart qanoatlandi. Shuning bilan navbatdagi son 1 deb buni besib chiqadi. Besib chiqargandan keyin endi countning qiymatiga 1 ni qo'shib berdi. Countning qiymati 1 bo'ldi. Bu chog'da 1 bilan 10 ni solishtirdi, yana kichik bo'lgandan keyin yana o'xshash usulda 1 ni besib chiqadi, undan 2 ni besib chiqadi, 3 ni, 4 ni, 5 ni, 6 ni, 7 ni toki 9 ni besib chiqarib bo'lgandan keyin endi 10 ga kelganda bu 10 10 dan kichik degan shart qanoatlanmaganligi uchun anadan keyin bu devrilikdan chiqdi. Bu yerda bu devrilik oxirlashdi deb, devrilik to'xtadi deb besib chiqaradigan bunday bir program ekan. Bu programning o'zini biz yozib boqaylik. Yozsak, masalan, in deymiz, inning qiymati 0. Endi biz bu o'xshash document write ishlataylik bu misolda. Document write deb boshlandi. Devrilik boshlandi. Boshlanib bo'lgandan keyin endi biz while deb buni shart yozamiz. Inning qiymati kichik, masalan 5 desak, 0 dan tortib 4 gacha sonni besib chiqaradigan bir narsa bo'ldi bu. Endi document write in. Yoki buni oldiga biz navbatdagi son deb anadan keyin bu in deganni besib chiqariladi. Besib chiqarib bo'lgandan keyin inning qiymatiga 1 ni qo'shib beradi. Qo'shib berib, endi u devrilik oxirlashgandan keyin document write oxirlashdi deb bunday chiqadigan bo'lsin. Endi bu programmamizni ijro qilib baqsak, boshlandi, navbatdagi son 0, navbatdagi son 1, navbatdagi son 2, navbatdagi son 3, navbatdagi son 4 deb oxirlashdi deb bunday chiqdi. Endi biz mana besib bo'lgandan keyin qur'atlash uchun bu yerga HTML ning qur'atlash belgisini qaytib qo'yaylik. BR degan. Qaytib qo'ysak, endi boshlandi. Boshlandi degandan keyin bu qur'atlaylik. Boshlandi deganni besib chiqardi. Ondan devrilikning ishiga kirdi. Devrilikning ishiga kirib, dastlabki 0 ni solishtirdi. 0 ni bu 5 dan kichik bo'lganligi uchun navbatdagi son 0 deganni besib berdi. Ondan qiymat 1 qo'shildi inning qiymatiga. 1 qo'shilgandan keyin 1 ni 5 bilan solishtirdik, ondan 2 ni 5 bilan, 3 ni 5 bilan, 4 ni 5 bilan solishtirdik. Har qanday solishtirganda bu kichik bo'lganligi uchun bu sonning o'zini besib chiqardik. Ondan oxirgi qitim 5 bo'lgan chog'da 5 5 dan kichik emas, shuning uchun bu devrilikning ichidan chiqdi. Bu yerda oxirlashdi degan qurni besib chiqardik. Endi bu yerda inning qiymatini mana dastlabki qiymatini 1 desak, masalan, bu 1 dan tortib
4 kichik qiymatni besib chiqarib beradi. Agar mana biz 11 dan kichik desak, nima besib chiqarib beradi? Bu joqda 1 dan tortib 10 sonini besib chiqarib beradi. Shunga endi mana bu bir ishni takror qildirishda biz shunday davriylik jumlalardan foydalansak ishni bek osonlashtiramiz. Ham davriylik jumlasining tunjisi shu while cümlesi. Endi bu while cümlesi bilan tanışıp o'tdik. Hem de while cümlesiniki ikkinchi bir xil shakli bor. U bo'lsa-mu do while. Do while degan nima? Buningda avval qildigan ish beriladi, bir ishni qilib bo'lgandan keyin andan keyin shart. Shartga tushsa bu ishni yana qayta davom qilamiz. Tushmasa oxirlashtiramiz. Hem de while cümlesi bilan do while'ning farqi while'da bu shart qanoatlangan chog'da andan keyin ijro bo'ladi. Ma do while'da shart qanoatlanmasa-mu kamida bir qitim ijro bo'ladi. Andan keyin shartni tekshirganlik uchun shart qanoatlansa davomli ijro bo'ladi. Qanoatlanmasa bu to'xtaydi. Endi buning ishlatish usuli do degandan keyin qildigan ishni yozamiz. Andan keyin tirnoqni yopilib sirtiga while deb shart yozamiz. Endi biz bu misolimizni while cümlesini do while ga o'zgartirib bir ko'rib boqaylik. Üstteki neslini o'zgartmadik. Faqat do'ni boshqa yozamiz. Ondan shartni oxiriga yozamiz. Bu şekilde 5 qilam do degan narsa qaytilsa bo'ldi. Ondan shart oxirida keladi. Endi bu qanday qilib bo'ladi desanglar, biz n'ning qiymatini 1 dedik. 1 degan berib bo'lgandan keyin boshlandi deb bir qurib esildi. Ondan keyin navbatdagi son deb birinchi sonni bosadi. Birinchi sonni besib buningga bir qiymat qaytib bo'lgandan keyin ondan buni 11 bilan solishtirdi. 11 dan kichik bo'lsa bu shart davomlashadi. Davriylik davomlashadi. 11 dan kichik bo'lmasa davriylik oxirlashdi degan narsani besib chiqaradi. Endi ko'rib boqaylik. Ko'rsak, bu natija bu yoqqa o'xshash. Endi agar mana n'ning qiymatini biz 5 deb bersak, bu 1 dan tortib 4 gacha qiymatni besib chiqadi. Endi mana n'ni 5 dan kichik dedik. Agar biz n'ga dastlabki qiymatni 5 bersak, bu do while bo'lgani uchun avval 5 deganni besib etgandan keyin ondan ma shartni solishtirdi. Shuning uchun u 5 degan bir qitim besiladi bu yerda. Bu hamda do bilan while bilan while'ning farqi. Agar bu while bo'lgan bo'lsa, biz mana 5 deb bersak, besilmagan bo'ladi navbatdagi son degan narsa. Masalan, biz buni asli qaytarib o'taylik. While deb 5 dan kichik bo'lsa buni besib berdik. N'ning dastlabki qiymati masalan 5 deb bersak, bu chog'da boshlandi, oxirlashdi dedi. O'tirdagi narsa ijro bo'lmadi. Bu hamda do while cümlesi bilan while cümlesiniki farqi. Endi bu qanday ahvolda while cümlesini ishlatish, qanday vaqtda do while ishlatish degandek bu masalani biz keyingi darslarda shu shartli davriylikka oid bir amaliy programmani tuzgan vaqtimizda aniq his qila olasizlar. Bugungi darsimiz mushakichi bo'lsin. Allohga omonat.